O'zbekistonda eng zo'r divanlar ishlab chiqariladigan fabrikaga xush kelibsizlar. Mening ismim Damir Muxtaro'lim. Men Woodline kompaniyasining ex-founder. Men hozir divanchi brendining asoschisiman. Biza O'zbekistonda italiyaliklardan, ruslardan, belorusiyadan, turklardan qolishmaydigan moshni divan ishlab chiqaradigan joy qilmoqchimiz. Divanning eng muhim joylaridan biri bu chizma. Unda razravodkasi. Bizda chizma sразу mana bunaqa уровеньda bo'lmagan. Men o'zim chiqib o'rganganim yo'q. Hammasi na opti bo'lgan. Ya'ni o'zim birinchi qo'lda shuni qog'ozda chizib, chiqarib, mana shunaqa ishlab chiqarganmiz. Hozirgi уровеньimiz уже solid. Solidda masalan mana shu oddiy misol mana shu rolik, подшипники bor, rolik, даже подшипниклarigacha chizib o'tiladi, gaykalarigacha chiziladi. Masalan, mana bu sborkasida, fanerный лист ketdi mana sborka, qatga nima, qanaqa teshik, peshik, stik hamma yo'lari полностью chizib o'tiladi bu yerda. Даже furnituralarni ham razработка qilib, primoy o'sha zavodlarga zakaz berib, o'shdan mintalab qildirib olib kelib o'zimiz nima qilamiz, integrirovat qilamiz ishlab chiqarishimizga. Короче говоря, mana bu texnik dokument, mana bu masalan o'sha сборочный чертеж deydi buni. Buni karkas yig'ish uchun karkaschilarga beriladi. Сборочный чертеж. Mana detallar nomenklaturalari bor, mana nomerlari. Detallari bir-biri bilan aralashib, adashib ketmasligi uchun qilinadi. Mana shu chizma bilan o'sha biza nariroqqa chiqamiz, sexga ketdik. Mana qancha chizmalarni tayyorlagandan keyin o'shanga yarasha texnologiyani ham to'g'rilab qo'yish kerak. Masalan, mana bu stanok bu fanerani o'yadigan mana bunaqa detal chiqarib beradi bizga. Sborka uchun mana shunaqa сложный detal. Buni qo'lda mana bunaqa arrada kesish foydasi yo'q. Kesa olmaysan, chiqara olmaysan. Поэтому mana bu stanokda chiqaramiz. Chizmalarni chizgandan keyin, оборудованияlarni olib kelib qo'ygandan keyin keyingi etap bu odamlar. Spetsialistlar обязательно мощный bo'lish kerak. Bizda именно shunaqalar. Заготовочный bo'limdan mana shunaqa aravaga narsalar ortiladi-da, sekin сборочный bo'limga yo'l olamiz. Keyingi etap bu sborka. Mana shunaqa karkas. Yig'ilgan tayyor karkas. Bu sidushka bo'ladi. Divanning old tarafi, o'tiradigan joyi. Spetsialniy mana bunaqa nozik joylariga usilение beramiz, mana semirtiramiz, qalin qilamiz. Yetmagan joyiga mana bunaqa yo nozik, mana bu ham nozik deyman bunaqa. Bu yerga temir qo'yamiz. Hozir temirni olib kelishadi, mana temirli profil qo'yiladi. Mana buni qara. Bu основание. Temir qo'yilmaydigan joyida qanaqa qilinadi? Shippas bor, kleylanadi, chiqiladi. Kley nima uchun kerak? G'irchilamasligi uchun kerak. O'zi aslida. Konfirmatda o'zi ham o'shiydi, lekin ano detallar bir-birining ichida yurgandan keyin qirt ovoz chiqaradi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun qilinadi. Kerakli joylariga mana bunaqa zakladniy gaykalar qo'yiladi. Keyin qo'lni tirnamasligi uchun bolalar mana shlipovka qilib chiqadi qo'l bilan, nima bilan, shkurka bilan. Qo'lni обработка qilishadi burchaklarini. Потому что qo'l bilan o'shaganda ano nima deydi, taxtani zirapchasi chiqib ketishi mumkin. Tozalab chiqishadi, bo'ldi, tayyor. Undan keyin bu dal shu yuradi, yurilib ko'rsataman. Keyingi etap bu заготовка poroloni. Xuddi shu boyaga chizmadan bolalar razmerlarini oladi, kesib detallarni tayyorlab qo'yadi. Har xil detallar ko'rsalam. Qanaqa detallar ham bor. Mana bu sidushkaga ishlatiladigan porolon. Такой super elastikniy 15 yil garantiyali porolonlar. Mana bu super yumshoq. Bu yamni spinkaga, ya'ni bel qo'yadigan joyiga mana bunaqa yumshoq porolon ishlatiladi. Keyin bu porolon bu yoqqa o'tadi. Mana bolalarning oldiga keladi-da. Mana okalarimiz kleylab, mana bu sidushka masalan. Mana shu sidushka, buni bir-birining ustiga kleylab, sendvich yasashadi. Sendvich dalshinariga yuradi. Bu yerda keyin mato bichamiz. Har bitta mato bichilayotganda spetsialniy o'zini shabloni bilan bichiladi. Spetsialniy shabloni bor matoni. Mana shu likala deydi buni, ili andozada. Har bitta jidalimizni o'zining andozasi bor. O'shani qo'yishadi, ta bichib tashlaydi qizlar. Undan keyin qizlar bizga chexolni chiroyli qilib tikib beradi, detallarni birlashtirib. Tayyor chexollarni spetsialniy oynaga olib borishadi. Yurilib ko'rsataman. Tayyor bo'lgan chexollarni mana bu yerdan olamiz. Abifkaga olib ketamiz. Har bitta divanning chexoli lipochkada bo'ladi. Mana bunday qilib bolalar lipochkasini qoqib qo'ygan bo'ladi-da, o'sha kerakli joylarga. Keyin bunday qilib chiroyli qilib abifka qilib berishadi. Ras. Keyingi etap furnitura. Furniturani mana shunday qotirishadi bolalar. Chiroyli qilib. Tars. O. Oxirgi etap bu finalniy sborka etapi. Hamma narsa komplekt qilib, cho'tka qilib qo'yiladi. O'tirib tekshiriladi. Har bittasiga bitta odam o'tirib ko'radi. OTK inspektor uni ismi, uni nomi, uni должности keladilar, chek-list asosida tap tekshiradilar. Shu bilan divanni o'tkazsalar, o'tadi, bo'lmasam to'xtaydi. Tayyor bo'lgan mahsulotlar skladda o'zini klientini kutib turadi. Divan ishlab chiqarish bo'yicha biz O'zbekiston nomer 1 brendmiz. Nima uchun?
Потому что biz hech qachon O'zbekistondagi brendlar bilan shu gonka qilmaganmiz. Ular bilan hech qachon biz konkurensiya qilmaganmiz. Biz har doim mana Belarusdan divanni olardik. O, qanaqadir boshqacha ekan, deyishadigancha g'oli bor ekan. Bu sirazu harakat qilardik. O'shani повтор qilishga, o'shandan o'tib ketishga. Keyin Italiyan divanini ko'rdik. Sirazu uni ham, davay nima qilasan? Nimasi yo'q ekan? Amamti yo'q ekan. Bizda bo'ladi shu narsasi. Italiyan brendlardan o'tib ketishga harakat qilganmiz. Turkiyan divanlaridan, undan. Mana shuna qilib sekin qarasak, biz o'zimizdan o'zimiz O'zbekiston nomer 1 ekanmiz. Yechiladigan chexollar, faqat industrial sborka. Industrial sborka degani hamma yo'q o'ylangan. Ana qo'l bola usta noto'g'ri joyga qotirib qo'yishlar, bizda unaqa narsa yo'q. Yechiladigan chexol nima beradi? Kelajakda divan bizdan olsangiz, bemalol qo'shimcha chexol zakaz qilsangiz bo'ladi, almashtira olsangiz bo'ladi. Agar bizda masalan, agar даже tam uyda kimdir siyib qo'ysa divanning ustiga, oddiy misol, bolacha siyib qo'ysa, ichidagi sidushkasini almashtirishimizda imkoniyati bor. Telefon qilasiz, biz sizga yangi sidushka jo'natib beramiz. Shunda cheg'olni ochasiz, yangisini tiqasiz, shikket taqib qo'yasiz. Bo'ldi, hammasi cho't. Kelajakka planlar. Bizning planimiz O'zbekiston qachonlardir nafaqat o'zini oshi bilan, yana divanlar bilan mashhur bo'lish kerak. O'sha divan brendini biz yaratishimiz kerak. Bu YouTube kanalga men ko'plab videolar yuklayman, так что обязательно obuna bo'lib qo'ying, o'tkazib olmaslik uchun.